Mana shu temir panjaralarning orti har bitta yuristning orzusi. To'g'rimi yuristlar? Gapimni tan olinglar, har bittamiz prokuror bo'lishlikda qalbimizdan o'tkazganmiz, to'g'rimi? Xuddi shuningdek, o'zimni ukam ham, o'zimni radnoy ukam, aka prokuror bo'lmoqchiman, nima qilsam bo'ladi dedi. Aytdim hamma qatori ximoqoga yoki yuridik universitetga kirishing kerak dedim. Ungacha nima qilay? Ularga qaytib kiraman dedi. Keyin o'ylab qoldim, to'xta, o'zimni ukam bo'ladigan bo'lsa, demak bunga bitta yaxshi o'quv markazi yoki bitta ustoz kerak dedim va oldimda bir nechta variantlar paydo bo'ldi. Ko'pchilik aytayapti, Toshkent o'quv markazi huquq bo'yicha O'zbekistonda eng zo'r dars beradigan o'quv markazlaridan biri. Muzaffar, o'zingni ukang bo'lsa, o'sha o'quv markaziga ber deyapti. Lekin men ikkilanib turibman. O'sha sababli menga maslahatlaringiz kerak. Hurmatli abituriyentlar yoki farzandlarini Toshkent o'quv markazida o'qitayotgan ota-onalar, ukamni Toshkent ga bersam, ular o'qita oladimi? Dars o'tish jarayonlari o'zi ularda qanaqa? Farzandingiz o'qiyotgan bo'lsa yo o'zingiz o'qiyotgan bo'lsangiz, ta'lim olishingiz qay darajada o'syapti? Mana shu masalalar yuzasidan bitta kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Shunga qarab men tanlov qilaman, yo Toshkent yokida boshqa bir o'quv markazi. Mana shu bo'yicha menga yordamlaringiz, bir og'iz maslahatlaringiz kerak bo'lib qoldi. Iltimos kommentariyada maslahatlaringizni ayamasliklaringizni so'rab qolaman. Ukamning kelajagiga nisbatan sizlarning ham fikrlaringizga bog'liq.